Hammaga assalomu alaykum. Elyorjon kanalining hurmatli obunachilari. Yangi partiya kelibdi, mana rossiyskiy partiyalar. Video qilgani keldim. Farg'ona shahar Qo'chqorchi qishlog'ida, o'sha Toshni adresi Farg'ona viloyati Qo'soy shahar Qo'chqorchi qishlog'ida. Farg'onaning sentridan 10 kilometr chiqmaydi. 200 bosh buqa kelibdi. Maydalari ham bor ekan, kattalari ham, xullas 170 kilodan 200 kilodan 700 kilogacha bo'lgan buqalar. 18 milliondan maydalarini kami bor. 18 milliondan 25 milliongacha bo'lgan buqalar. Buqalari polvon buqalar ekan. noyabr kunga yakshanba. Bemalol mana chistlarni aytganim. Sotilib ketdimikin, boshqamikin deb o'ylamaysizlar. Bugun 30-noyabr mana kelib video qilyapman. Hozir xudo xolasa 15-20 minutdan keyin chiqaraman. Polvon buqalar ekan. Men yaxshi ko'rgan sichqon terilari to'lli ekan ichida. Bag'baqalari bor. Rossiyskiy Qirg'iz nima bilan Qozog'iston bilan adashtirmanglar. Kelib ustida ko'rsalaring o'zi bilinadi mana. Orqalari jonivor. Hali Toshni aytib bera olmasdan aytaman-ku, toni filni toniga o'xshaydi deyman. Shunaqasi juda ko'p ekan. Avli ko'llari bor ekan. Hamma parodadan bor. Yeb ichishiga, hamma yo'g'iga garantiya beraman deyapti. Anguslari, avli ko'llari. Jonivorning chiroyliligini qarang. Erinmay kelib bemalol tanlaydigan. 200 ta buqozni o'taman, kattalarini ham ko'rsataman. Shu bo'ylari 1 metrdan 1.35 gacha bo'lgan buqalar. Endi buning ichida bas kattalari. Endi mana shu joyini ko'rib qo'ygan odam buning ichida yo'q demaydi. Mana shu buqa ham 120 plyus. Ichida bitta kattaroq yuribdi. Limuzin qo'shilib qolibdi. Masha tonini boqishda bu odamga tavsiya qilaman. 1-200 ming olayotganingizda qimmatga o'xshashi mumkin. Kiloda zo'r beradi, yaxshi yo'g'onlaydi. Oq avli ko'ldan ham kuchli bo'ladi mana shu tonlar. Chichqon teri deb qo'yadi. Bo'z. Mana avli ko'llar. Janol talg'iri ham bor ekan, meni yaxshi ko'rgan svetim. Hozir nomerlarigacha qoldiraman. Telegram kanalimga lokatsiyalarini ham tashlab qo'yaman. Sal kattaroq variantlari bor, hozir uni ham ko'rsataman o'tib. 18 milliondan 25 milliongacha kami bor. Bu aytilgan narx magazin narxi bas. Kelib tanlab bemalol savdolashaverasiz. Mana bunday kichkinasini chiqarib bersa kerak bitta-ikkita. Arzonroq. Mana eng kichkinasi mana shu ekan jonivor. Shuni ham bo'yi 1 metr ama. İşte mana shu partiya mashina ichida hozir 1 metr bitta bo'lsa, 1.10 plus minus 1.15 ga yaqin bo'lgan buqalar. Shunga men 1.5 dan 1.35 gacha deb aytdim. Mana bitta, ikkita, 3ta bor ekan, bir 4-5 ta maydaroqlar. Terib olaman, arzonroq beramikin deganlarga telefon qilaverasizlar. Bemalol. Yo kelib ustida ko'rib, yeb ichishini hozir mana yeyishyapti. Oldidan ham bitta video qilaman o'tib turib hozir. Jonivorlar. Mana jonivorlar. Silos to'kib qo'yibdi. Kepayi yo'q, silosda o'zi mana. Ishtahalari yaxshi. Bundoqqa mo'ladi ichida ko'rmadim. Hali xarob turgani yo'q. Charchovi bor-ku. Kasali bo'lsa kasaliga garantiya beraveramiz dedi. Misol kelib o'ziga yoqqan tanlayverasiz. Kasalni olmay qo'yasiz. Ko'rmadim ama kasallarni. Sistemdan shu katta buqasigacha bor, hozir nariga. Kattar bundan kattaroq partiyalarni ham ko'rsataman. Qizili ko'proq ekan ularda. Mana ikkinchi qo'radagilar. Shu maydalari o'sha aytganimdek 18 milliondan 25 milliongacha
Endi bu yerda kattalari bor ekan. 33 milliondan 45 milliongacha bo'lgan buqalar. Endi aralash hozir hali ajratib ulgurishmabdi. Hozir bu buqani yaqinroqdan ko'rsataman. Mana jonivorni qarang. Greenford. Bo'yi 1.35 plus mashiya. Jonivorni qarang. Mana o'sha filni toniga o'xshaydi deganim mana shu bo'ladi. Mana shunaqa buqalar. Jonivorni qarang. Ko'z tegmasin, mashalloh. 33 milliondan 45 milliongacha bo'lgan buqalar. Kilosi shu 700 kilogacha bo'lgan buqa bor ekanda. Mana kattalari. 91lik 129 57 75 ekranga ham qo'yib qo'yaman, qiziqqanlar shu nomerga telefon qilaverasizlar. Videoda orasida men aytib o'tib ketdim, ekranga katta qilib qo'yib qo'yaman nomerini. Mana limuzinlar, jonivorlar. Kecha erta bilan kecha ozonda tushirilgan xullas. Mana mayda teraman deganga mana ish qo'voziga. Jonivorlar qarang. Hamma maydasini addenniy qilib bitta terib olgan odam maza qiladi. Endi reklama ekan, bunaqa ekan deb maqtab o'rganmayman. Borini o'zimdan nimasini gapiryapman. O mol egalari bilan meni ishim yo'q. Ular u yoqda videosini qilib, nimasini qilib, ishini qilib yuribdi. O'zim kirib, shashilmay, aylanib, o'zim fikrimni aytib ketyapman. Mana jonivor turishini qarang. Bo'yni yo'qolib ketibdi. Mana qarang. Buqalar. Shularni 33 milliondan 45 milliongacha deb qo'yib yuboribdi. Hammasi yayrab, turpoqlanib yuribdi metda mana. O jonivorni bo'yni nima deyapti? Mana qarang. Adresni yana bir bor aytib o'taman. Farg'ona viloyati Quvasoy shahar, Qo'chqorchi qishlog'ida, Farg'onaning sentridan 10 kilometr. Ozgina plus minusi bo'lishi mumkin. Kelib ko'raman. Transport yo'q odamlar bemalol kelsa bo'ladi. Farg'onaning sentridan mashina qatnaydi bu tomonga. Kelib mashinada popoti kelib ketsa ham bo'ladi. Qo'chqorchini o'sha Damas qatnaydi, o'sha Damaslarga chiqib kelsalar ham bo'ladi. Yo'lda bo'yidan zag'bas bu ham. Bemalol kirib, ko'rib, yoqsa, ma'qul kelsa, kelishib, bitta olasimi, ikkita olasini, o'z dastavkasini ham bilib nima qilib beraman. Dastavkalari bor, bitta olasimi, 10 ta olasimi. Vodiy bo'ylab bor ekan. Agar ko'proq bir mashina olsangiz, O'zbekiston bo'yicha o'sha oxirgi stalbagacha bor ekan. Kartadan chiqib ketganingizgacha bitta mashina oladigan bo'lsangiz, dastavkasini qilib yetkazib berishar ekan. Bitta ikkita, misol 7 ta olgan odamga pulim ozroq 2 ta olaman xolos. Ularga vodiy bo'ylab qilib beraverar ekan. Hozir gigantlarni ham oldiga tushamiz. Kattaroqlari bor ekan. Shularni ham bir qator ko'rsataman. Qirg'izistonni ko'pchilik so'rayapti, Qirg'iziston ochilgani yo'q. Ochilgan. Mol o'tgani yo'q. Qozog'istondan ham mol kelmaydi, Rossiyaning o'zidan kelyapti mol. Ko'pchilik falon bo'lyapti, Piston bo'lyapti deb telefon qilib misol so'rashyapti. Qirg'iziston ochilsa borib video ham qilaman, xudo xolasa. Ochilgani yo'q Qirg'iziston. Ochiq, saylovlari bor, boshqalari bor. Hali birorta mol o'tmayapti deyishyapti. Eplagan kimdir qattandir olib o'tyapti. Mana bu qolar. Kattalari. Mana kattalari. Yevichi hamma yo'g'i kasal tusaliga garantiya beramiz deyapti. Hali yoqmasa, olib borib uyingizda kasal bo'lsa, qaytarib olaverar ekan. Undan hijolatchiligi yo'q. O'zi kelsangiz ko'rasiz, oxirida yeb ichayotgan joyida ko'rib, ichidan bemalol ichiga tushib olib, aylanib ko'rib tanlayverasiz. Vibir ko'p ekan, xudo xolasa. Shvet ham bor ekan mana.
ichida. Lokatsiyasini qo'yaman. Bu mana bu qo'rani ichida hammasi pashti Greenfordlardan ekan. Rangi o'sha to'q qizillardan. Shu bo'ylari shularni ham 1.5, 1.10, 1.15 har xil chiqadi. Birligi yo'q endi 1.5 dan boshlanar ekan. Kiloni zo'r ayta olmayman, chiqara olmayman zo'r. Bo'yini ko'p sinab ham ko'rishgan mol bozorlarda, boshqalarda. Adasam 1 sm, yarim santimetrga adashmasam, bo'yini to'g'ri aytaman. Kelib, bemalol ustida ko'ringlar, tavsiya qilaveraman. Videodan keyin kimdir musofirda turib, zada oladigan bo'lsa, uni videoyingizni qilsalaring, addenni o'zlaringga ko'rsatib, hamma yo'g'ini qilib, uyingizga jo'natib olib yetkazib beraveradi. Bir 117 ta bor ekan maydasi. Hammasini bitta olganga 115 taga ikkita bonus qilib beraman dedi. Bor ekan ichida bir 3 ta 4 tasi 17 milliondan xayrini qilib beraman dedi. Ko'p emas, 3 tami 4 ta bor ekan. Men borib so'radim, hozir ichida maydaroqlari ham bor ekan deb aytdim. Bo'ldi dedi, 17 dan xayrini qilib beraman o'sha 3 tasinimi 4 tasini dedi. Mana shular birinchi olgan videoyim ichida bor ekan-da bir 4 tasi kichkinaroqlari. O'sadigan narsa-yu sheriklarga ko'ra yonidagilardan nisbatan kichkina. Mana misol mana shu bittasi haligina video qildim, kichkinaroq, o'ni oq avlik yo'l bor. Ichida sal sheriklardan joni kichkinarog'i. Ular endi kecha kelgan. Charchoqlari chiqadi o'zi 2-3 kunda bodri bo'lib qoladi. Chimyonimiz ham shu yerda, chimyonimiz ham ichkariga kirib olib, video qilib yuribdi. Hozir u yerda yerlarni ajratyapti. Maydaladi o'zini addenniy qiladi. Jonivorlar qarang. Shashilmay, pishillab yeyishyapti. Ko'pchilik shoqi uzuni ham katta bo'laveradi, semiraveradi. Endi xo'jalikda endi boqaman degan odam shoqi kaltasiga ko'proq qaraydi. Shoqi yo'g'ini ham boqib ko'rdik. O'zim amakimnikida bo'shalib ketaverib, shoqi yo'g'i ham har qanaqa nimasiga qo'yib, oxiri bezor bo'lib sotib yubordi. Angus olib bergan edik. Olib bergandi u. Mana jonivorlar. Shashilmay. Silos ichida chivolo ko'rmayapman, hozir bu aralashtiribdi, kepay ham bor ekan. Kepayda silosga aralashtirib yuboribdi. Shuni beryapti, metal sartirib qilishyapti, maydalarda o'zini abdenniy qiladi. Общий 117 ta dedi, hammasini olgan odamga dedi, shuni nech puldan savdolashib baraka bo'lsa, o'sha ikkitasiga pul bermay qo'yaveradi dedi. Mana jonivorlar. Ana aka dobriylik qildi. Haqiqatan ham hayvonga muhtoj, sharoiti yo'q. Uyda boquvchisi yo'q. Qiynalgan oila bo'lsa dedi. Bitta avlik yo'l kichkinasi bor ekan, o'shani shunday tekinga bonusiga beraman dedi. Bepul bonus emas, bepul beraman dedi. Sharoiti haqiqatan shunga nima bo'lsa dedi. Endi hali qiynalgan, kam ta'minlangan, hayvon boqqisi bor. Pul yig'ib ola-olmaganga bittasini bepul beraman dedi. Aka gapimga javob dedi. Ammo sharoit haqiqatan ham shunaqa bo'lsa dedi, beraman aka dedi. Bitta avlik yo'lda dedi, shunday bonus qilib beraman. Hali misol bo'ladi-yu, eri yo'q ayollar yo bir qiynalgan oilalar. Mana. Chimyonimiz ham ichkarida yuribdi, chang etib. Greenfordlarda ham polvonlari. Hozir bo'yniga qarasangiz bag'baqalari bor, hammasi bilinadi. Ozbatdan nechta dedingiz? 62 bosh. 62 bosh. Mana addenniy qilgan. Общий 117 ta. 119 ta. Ha, 119 tamidi общий? 57 taga 62 ta. Hammasini bir joyga olganga nechtasiga pul to'laydi? 115 tasiga pul to'laydi. 117 tasiga 119 bosh bo'ladi. 2 boshi bonusi bo'ladi. Ikkita boshi bonus. Ana 119 bosh buqa bor, mayda buqasi, iminni.
Shuni kelib kim savdo qilib olsa, ikkita bonusi bor. Haqiqatan yana bir aytaman, kam ta'minlangan, sharoiti yo'qlari bo'lsa, bittani shunda bepul bonus beraman dedi. Bonus bas u, mol olmasa ham shunday o'zini beraman dedi. Avlikolcha kam ta'minlangan, sharoiti og'ir, shu hayvon boqishga qiziqaman degan bitta kichkina avlikoli bor ekan. Shunda bepul uyga olib borib beramiz dedi. Alloh barakasini bersin iloyim. Kimga nasib qilgan bo'lsa, ham kim olib ketsa ham kelib xijolat bo'lish yo'q. Sharoiti nima, o'g'nalolmay, to'g'risi sharoit pul qilolmaganlarga beradi. Bittasini uyigacha olib borib yetkazib beraman dedi. Hayrajon, nomeringizni boshqatdan aytib yuboring. 91 129 57 75. Ekranda ham bo'ladi nomer, shu nomerni qo'yaman. Ayting. Ikkinchi nomerni. 90 844 61 64. Bu ikkinchi nomer. Ikkovini ham ekranga qo'yib qo'yaman. Telefon qilaverasizlar mana. Bodri turibdi, chotki. Bular bir kun oldin kelgan ekan. Kechadan oldin kuni kelgan ekan. Ha, narigilari kecha erta bilan kelgan, kecha ozonda. Bular bir kun oldin kelgan. O'sha bilinib turib farqini qarang, bir kun erta kelganlari bodriroq turibdi. Bular ko'proq Greenford. Ko'proq, почти 95% Greenford. Mana bu qo'lar. Janovorlar hammani topganiga Alloh baraka bersin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kimga nasib qilgan bo'lsa shu yerdan olib, iloyim tonnali buqalar bo'lsin. Mashalloh, ko'z tegmasin. Mana bu yerda kattalari ham bor. Kattasi kerak, kattasini boqaman deganga ham kelaverasizlar, kattasi ham bor ekan. Ya, bular 67 ta. 80 tamiga o'pishlik katta buqalari bor-da. Hali kattalar nechta boshida? 32 ta. Bittadan 10 tagacha vodiy bo'ylab, bitta mashinani to'ldirsa, O'zbekiston oxirgi stalbagacha yetkazib olib borib berishar ekan. Boshqa joyda o'ylamanglar, ikkovi bitta joyda просто отдельный qo'radi. Hada ko'prog'i nimada? Просто nima qilmaganim, ikkovi отдельный ekan, bitta qilmadik qo'rasini. Bu yerda mana hozir yirilarni ajratish bor. Ikkovi bitta fermada, qo'ralar отдельный. Bular bir kun oldin kelganlar, keyin narigilar kecha kelganlar. Mana. Chimyonus отдельный reportaj olib boryapti. Maytda ana hozir ikkita klient ham keldi. Savdo qilishyapti. Hali tanlab ajratishgan, agar ulgib qolsam video qilaman. Qaysi 4 ta dedimi, 2 ta dedimi savdosi bo'lyapti. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.